Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık kardeşlerim. Hemmenlağa Allah'ın güzel salamları olsun. Bugün yine bizni yüz görüşke nasip kılgan Allah'a hamdlar olsun. Körüp doğunanlardık tema taraftarlık hakkında notla. Bu taraftarlık bu Uygurlar içindeki toplağı bölünüşünün taraftarlığı emas. Bu devletlerinin halkara münasebetlik taraftarlık hakkında toxtalımız. Yani men bu yerde şunu dep koyay. Men özümnün tarafını bildirmekçi emas. Umumen taraftarlıkның nimege asaslandığanlığı qandaq bir manevi yoki fiziki asaslar üstüge quruladiganlığı. Andın tarafdan tanlandığanlığı hakkında bir dair sızmakçı. Şuna meni ma taraf yoki a taraf kendeydigan bir perazlini avar bulab qışım sanğım boludu. Aldı bilen bir endişem başını dep koyay. Bugün sözleydiganlarım bir az aralaş. Ama men bu yerde yine desem yani şu taraf bayan kılıştın, sakılmış kıtırıştım. Şuna bu A tarafken yoki B tarafken dep közünü jumbilip inkas yazıp ketmeslikinlarni tunuman. Rastilla men taraf bildirmedim, ama her kim özünün psixik mayilligi boyunca mana bir tarafni ravo ko'rib, öz xiyolidagi şu manga tangan taraf boyunca tillig'il tuğmaz inşallah. Şunu bırak inkas yazanlar, düşenmesenler avar olmalı kardeşler. YouTube'da bazı kişiler acayip inkaslarını yazıp mı koydu, heyran kalımen. Bu adam sakmadı, beşini herece kıvağanmadı. Men nime davetimem, bu adam nelerde de bir yakını tutup kağıdekli münasebetsiz. Çünkü ola cümlenin ruhunu tuluq düşenmeyle aldığınqı bilekni tutupla pütüqile bitadiğandek mi kılıdı. Şunlaşqa qarindaşlar, düşenmegen avalda inkas yazış kaldıraşını istiyor. Taraf tutuş meselesi de biz oylayımız adalet taraf tuturuş deydiğanını bek çoğun bir gap bu. Şunlaşqa bunundan başlasak qandaq ki dep oyladım. Yani adalettin. Dünyada adalet var mı? Adalet bop baqqan mı? Bu sualga cevap veriş asandek bilinadi. Cevap addi. Adalet yok. İnsaniyet barlık gelgen günden beri her padişah, her şahskice yüzünü en adil de bilip geldi. İnsanlar toxtumay adaletini teşvik kılıdı. Adaletini teşebbüs kılıdı. Pende nasihatler, akliyeler, meşhurlarının hikmetlik sözleri, yazma ve ağzaki literatürde tolup ketkenligini görürüz. Adalet. Xitay özünün en adaletlik bir hükümette bazar saladı. Muşunun özüle adaletinin yokluğundan buluvatkan zorquşlardır. Çünkü insan balısı nimege aç olsa, nimege yoksuz olsa şunun hakkını kılıdı. Burun birli tipini de beğendim o efendim. Şunu da gerek. İnsanlar her kaç kısmı hakkani olamaydı. Yani.
Adalet degan shu haqqoniylikku. Haq adalet deydigan qo'shma so'zim bor, bu ma'nodosh so'zlar bular. Ya'ni haq degan bu sifat deyilgan vaqtida insonga taalluq sifat emas bu haq. Nima uchun insonlar haq emas? Chunki insonlar abadiy muhtojlik ichida o'tadigan maxluqdir. Abadiy muhtojlik yoki ehtiyoji bo'lish insonlarni bilib bilmay deyishimiz u qozi yoki sudya bo'lgan taqdirdimi haqning qo'g'dug'uchiligini qiladigan bir vazifada ko'rinsimi o'z nafsiga cho'g' tortishga undaydi. Nafs, muhtojlik, ehtiyoj. Qo'li ichiga egilishdan xoli bo'lolmaydi. Chunki u muhtoj. Boymi muhtoj, nomratmi muhtoj. Gadoyning o'z ehtiyojlari bo'lgandek, milliarderlarning ehtiyojlari bitmaydi. Xuddi shunday davlatlarning muhtojligi tugamaydi. Şuna en adaletlik deb sifatlangan bashariy qonunlarni yanala qo'l ichiga egilish moyilligidan xoli bo'lolmaydi. Ta'birlarda deyilgandek, qonun hukmron sinfning irodasini aks ettiradigan, zo'rliq kuch tarafidan majburiy ijro qildiriladigan qoidalar to'plamidir. Qonun degan nima? Degan savolga beriladigan o'lchamlik javob mana shu. Ya'ni hukmron sinfning irodasini aks ettiradigan. Shuningdek, adolat yo'q degan bir jaka anılınıp durdu. Kanunun aksida devletinin zorlaş mekanizmi, saqçılar bunun gücü yetmeydiğen bolsa devlet armiyası var degenge. Mecburi icra kıldırıladigan qoidalar toplami degan vaqtimizdagi mecburi icra qildirish nima orqali bo'ladi? Qonunning qo'g'dug'uchiligi. Ya'ni qonunning icra mekanizmidagi zorlash vasitasi bo'lgan saqchilar va armiya. Nima uchun maxluqot haqqoniy bo'lolmaydi? Chunki yaratilish qonuni ana shunday. Haq Allohning bir sifatidir. Faqat Allohla haqqoniy va adil bo'ladi. Chunki Allah samatdir. Bende samat emasdir. Allah'ın ihtiyacı bulmagaçqa, hech narsaga muhtojligi bo'lmagaçqa, bir tarafga yon bosish uchun sabab yo'q. Shaxslarning va davlatlarning tarafdorligi yoki maydon tanlashi uch turli deyishimiz mumkin. Adalet birincisi, yani tarafdorligi vaqtida nimen tanlaydi? Adalet. İkincisi kuch. Kuchlik tarafda turadi. Üçüncüsü şu, düşmanning ta'tiri, yani tersi. Menimcha adolatni deb taraf tanlash bugungi dunyoda mavjud emas. Buni bu tizimlikdan o'chirib etsak bo'ldi. Balki munosabatsiz shaxslardan ba'zilarida davlatlar munosabati borasida adolatni chiqish qilish xohishi bo'lishi mumkin. Bunun hech qanday yararı yo'q. Shaxslarda bo'lishi mumkin bu. Adolatni chiqish qilish tuyg'usi. Lekin davlatlarda bo'lmaydi. Ya'ni biri shaxs, yana biri davlat. Onun uchun aradagi farq bek cho'ng. Shunga bunday tarafdorlikning hech kimga foyda ziyon ta'siri yo'q. Shaxslarning adolatlik tanlashining hech qanday foyda ziyon ta'siri yo'q. Agar shaxslar aro munosabatda adolatni deb taraf tutsa, uning yarari bo'ladi albatta. Menimcha bugungi dunyoda bunday sabab bilan taraf tutish yo'q.
İkincisi küç degendik. Yani küçlükten korkuş yoki menfaat tanaqqili sebebinden tarafdor bo'lish. Buni hammanglar tushunalaysizlar. Chunki har kim o'z g'imini qilmasa bo'lmaydi. Şuna o öz menfaati uchun albatta mush sabab bilan tarafdorlash siyosiyda eng umumiy. Shaxslar munosabatidami xili umumiy deyishga bo'ladi buni. Üçüncüsü, düşmanning tersi yoki düşmanning qarshi tarafi bo'lish zaruriyati bilan tarafdorlash. Buningda düşman A taraf bo'lgan bo'lsa, B tarafni tanlash deganlikdir. Bunu bugungi dunyoda hali umumlashgan tarafdorlik qilibdi. Masalan, Ozarbayjonning Qorabog' masalasida Isroiliya Ozarbayjonga tarafdor bo'ldi. Hamas Ermenilarga tarafdor bo'ldi. Buni menfaatdan deyamaymiz. Faqat dushmanning qarshi sifati bo'lish yoki dushman bilan bir safda bo'lib qolmaslik uchunla shundoq tanlagan deyishimiz mumkin. Bu faqatli bir ifoda bo'lib, amaliy harakat emas. Yoki iqtisodiy yordammi yo'q. G'azzaliklar, Uyg'urlardek aqlli bo'lmag'achqimi, aytavr liderlariga qarshi chiqib, sizlar nima uchun Armeniyalar taraf bo'lasizlar, musulmon Ozarbayjon xalqi tarafda turishinglar kerakdi deyishga aqli yetmadi. Bir bo'lsa ular Uyg'urlardek siyosiy emasdi-da, nim bo'layotganini anqiramaydi. Yoki bek taqvodormi emasdi Uyg'urlardek. Uyg'urlarning hammasi siyosiy bo'lg'achqa boshqalarga o'xshatqili olmaydi. Uyg'urlarda lidergo yo'q. Bo'lganning bek cho'ng foydasi yo'q. Chunki ular 100%lik talab bilan kuzatiladigan 100%lik to'liq talabga nishon bo'lg'achqa xatolashish bo'shliqi yo'q. Uyg'urlarda liderning xatolashish bo'shliqi yo'q. Har qanday narsani chingitib, zodi yana tekrar burg'ulolmaydigan yeri chingitib etgan bir munosabat bu. Azroq bo'shliq qoldirilmagan. Gerçi Uyg'urlar e'tiqod qiladigan islom dinida taki jon halqumga kelgichilik to'g'ri qilishga fursat bo'lsin. Lekin Uyg'urlarning siyosatdagi talabi har jihatdan %100 bo'lishi kerakki, 1% az bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bir qatam xatolash bilan yuzlariga tukiriladi. Qayta bosh ko'tarish fursati berilmaydi. Tuzdi verish fursati berilmaydi. Uyg'urlarning baxtsizligini qanday tushuntirishmi bir masala. Menimcha bugun dunyoda eng baxtsiz deb ta'riflanayotgan G'azza arablari bilan solishtiraylik. Baxtsizligimizning qaysi darajada ekanligini. Birinchi farq tashqi yordam. Ularning, ya'ni G'azzaliklarning yanını qo'llovchilari mablag' qurol-yarog' ta'minlovchilari bor ekan. Az bo'lsa-mu davlatlar to'naydi ekan. Ularning Isroiliyaga qaratgan hujumining birinchi bosqichida 5000 raketa yoki boshqarilgan bomba atganligini uqdik. Bu qadar kuch tashqi yordamdan ayrilmaydi. Chunki bilimizki G'azzada qurol sanoati yo'q. Ammo Uyg'urlarning to'sh tishiltadigan pichoq sinib ketib, yana bir pichoq olmoqchi bo'lsa, bir muncha yerdan tonishtirish va tasdiq olishga majbur va uningga oxirida bir barkodlik pichoq setib beriladi. Ikkinchi farq. Qanday o'lishni tanlash huquqi. G'azzaliklarning qo'lida qurol bo'lg'achqa qanday o'lishni tanlay oladi. Sharq Turkistonliklar qarshilik ko'rsatgidek bo'shliqimi yo'q holda yetib o'layotgan bo'lsa, G'azzaliklar etib o'layotadi. Buni insonga bir baxt hisoblanadigan o'lish turidir. Sharaflik o'lim, shahidlik martabasi. G'azzaliklar ayollari bosqinchilikka uchramayotadi. Ammo Sharq Turkistonliklar hamma biladigan shaklda ochiq, oshkor holda ornimisi chayilinayotadi. Erler kömez kiselişki mecbur olavatır. Barbara ademlik ornumuz tuyg'usidan mahrum qoldirilib, sharmandilik bilan yashayveradigan manqurtlar yetishtiriladi.
Üçüncü fark. Ölgüçüler ve hayatlarının ahırkı didarlaşışı. G'aziliklar o'lgandan keyin ailesi yoki yaqinlari meyit bilan xo'shlasha oladi, namozini tushirib yerligida qo'ya oladi. Sharq turkistonliklarchi dastlabda kamplarda o'lganlar kampga yondab bino qilingan jasad ko'ydirish o'choqlarida ko'ydiriladi. Xitoylarning jasadlarni ko'ydirayotganligi xalqaro munosabatlarda bir kichik pechka sifatida qo'llanilib, ba'zi cho'ng davlatlar tarafidan Xitoylarning yuziga silindi. Buni hargizmi bizga yon besib deyotgan gap deb tushunib qolmanglarmi? Buni faqat Gajanistonning heli devitiman deganidek ma qiliqimni bilaman. Hele baka devassam xalqaro yuzingga sat ma'nosida yuziga silish deb tushunsak bo'ladi. Chunki jasad ko'ydirish o'choqlari tarqatgan issiqlik sunniy hamrohlar tarafidan sezilib xotirlangachga kuchli davlatlar buni aniq biladi. Biz tonutimiz deb harakat qilamizmi? Biladi ular. Biladi. Fakat bilmeslik saladi. Bu usuldimi quyruq tutildiganligini bilgan Xitoylar endi jasadlarni ko'ydirmaydigan bo'ldi. Endilikda jasadlar kislota va yoki shunga o'xshash ximiyalik moddalar orqali eritilib, suyuqlantirilib, tuproqqa singdirib etilmoqda. Farqlarimizni ko'ryapsizlar. Bu qadar farqimiz bor. Baxtsizliklik farqimiz bor. Endi tarafdorlikdagi qo'sh o'lchamlarimiz. Uyg'urlar tarafdorlikda qo'sh o'lcham qo'llanadi. Aslida ziyonkashlik uchrayotgan xalq bo'lish sifatida bunda qilmagan bo'lsa to'g'riladi. Lekin bu g'alatilik izchil davom qilyapti. Irqiy qirg'inchilik masalasidagi g'arb davlatlarining tunishi haqida deydi-ki, nima o'zgardi, foydasi nima bo'ldi degandek inkaslar bilan qarshi chiqadigan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning boshqalarga tarafdor bo'lishi yoki bo'lmishi bilan nima o'zgaradi, nimaga foydasi bo'ladi deganni o'ylab ko'rgili unamadi. O'xshashlar. Musulmon davlatlarining Xitoy tarafda turishi masalasida bu qo'sh o'lcham mavjud. To'g'ri, foydasi bo'lmadi ham bo'lmaydi. Unda qo'ygandan ittifoqlashi Xitoyga ziyni bo'lmagandan foydasi bo'lmagan narsaning bir tarafga, ya'ni bir tarafga ziynim bo'lmaydi degan gap. Xitoyga ziyni bo'lmagandan nima ishqa biz tarafda turib ovoz bermaydi? Biz tarafda turib ovoz berib baqsin. Qo'llovchilar ko'p sonliq bo'lib baqsin. Ondan nima bo'lganligini ko'rib baqmamdi. Yana bir arab Xi Jinpingga xat yozgan bo'lsa, uni aqladik. O şəxsidir, təşkilat namıdan əməsdir. Maqul. Amma Uyğurlardan birisi məlum bir bayanda bo'lgan bo'lsa, uni şəxsninki deyishga unamay, uningga qo'shib, u mansub bo'lgan tashakkülni qaralashga tirishdik. Qo'sh o'lcham. Yana bir mulohiza va qarshi tarafning peshonasiga qo'yilgan reja shuki, islom ellari, jumladan Turkiya, Xitoy bilan savdo kelishimlari iqtisodiy muomala qilsa, ularni tillaytonlar. Amerika Xitoy bilan iqtisodiy kelishim qildi-ku. Amerikaning Xitoy bilan qiladigan savdo hajmi hammadan ko'p-ku. Qaramoqqa to'g'ri. Ammo buningdimi mantiqiy saxtligining, ya'ni o'tganda bir deb o'tdik-ku, mantiqiy saxtlik psixologiyada shunday bir narsa bor, mantiqiy saxtlik degan. Shuningki qizil sentibil saxtligi degan bir turi bor. Shu turdagisi joriy bo'ladi bu yerda. Ya'ni o'xshamaydigan nuqtalar qashdan ko'rmasga selinib, o'xshaydigini doqslatib oldingizga tashlandi. Masalan, islom ellari bilan Amerikaning o'xshashligi. Xitoy bilan iqtisodiy munosabat qilishni ko'radi. Bu rost. Ammo o'xshamaydigan yeri g'arbliklar yana Xitoyni ayblab, xalqaro yig'inlarda Xitoyga qarshi ovoz beradi. Qatarliklar.
İslam ellari olsa ticari ortaklık bilen birge Xitayning boshqa taraflariga el bo'ladi. Xitayning ovozi aylanib qoldi. Yana bir tarafdagilar to'g'rimidi? Ya'ni buning ta'tirsin deydiganlar to'g'rimidi? O'xshashli hissiyotga jugan salanmagan bir qutbdan yana bir qutbga o'tib ketish. Yoki dunyoni oq qora shaklida idrok qilish xatoligini ko'rgili bo'ladi. Bir narsa oq emas ekan, cho'qib qora degan shakldagi oddiylik. Eyibligini turganda qarab turibli mazlumni eyiblash. Zolimga to'liq va malaylatish tarafdorlik. Buningda to'g'riliq paylarini inchikroq hisoblab ko'rish aqlga kelmaslik ahvollarni ko'ramiz. Zulm zulmdir. Buning bahonasi nima bo'lsa bo'lsin zulmdir. Balalar kimning bo'lsa bo'lsin baladır, sabiydir, gunohsizdir. Bu noktada lilla bo'lishni Qur'on bizga talqin qilib turadigan bo'lsa-mu, yana shu bayqidek oq bo'lmaganning hammasi qora. Bitti, xulosini chiqaramiz. Bu şekildeki ayrı başlaş hakim bo'ladi. Xalqaradagi qo'llash yoki qarshi turishlarning bir davlatga ta'sir ko'rsatmaydiganligini, ko'rsatilmaydiganligini hammaylar bilib turibmiz. Bo'libmi kuchli davlatlar uchun buning qilchmi cheklash roli bo'lmaydiganligini ko'ryapmiz. Bularning sababi bashar bo'lganlik, samad emaslikdandir. Lekin bu foydasi bo'lmaslik fakat maddi cihetini gösterir. Manevi cihetten elbette faydası bulur. Mesela deylik ki, bugün Uygurlarının meselesi Birleşken Milletler Teşkilatı yığınlarda müzakereye koyulduğun vaziyetki geldi. Bundan 20 yıl avval Uygurlarını hiç kim bilmeydi. Bunda bilişinin faydası Uygurlarının panahlık taleplerinde alayda rol oynaydı. Hükümetler devlet menfaati boylab hareket qilsa-mu, xalqlar yanala inson bo'lg'achqa hissadaşlık qiladi. Mana shunday qilib bizni tanıydiganlar, derdimizni tushundiganlarning ko'payishi ma'lum bir zamonlardan keyin siyosatga ta'sir ko'rsatish ehtimolligi bor. Deylikki, agar bugun g'arb davlatlari qatorida musulmon davlatlarmi Xitoyga qarshi ovoz bergan bo'lsa, a'zo davlatlar sonining ko'pchiligini tashkil qilgan bo'ladi va Birleşken Milletler Teşkilatı shuningga yarasha bir qaror ma'qullaydi. Bu davomizning qonuniyligida rad qilinmas bir hujjat bo'lib qoladi. Yana masalan, mushu yusin ahvol taraqqiy qilsa va biz bugun o'zimizga nishon qilgan xalqaro Sharq Turkistonning besib olingan zamin ekanligini e'tirof qildirish orzumiz ishga eshish nishoniga yeta olishimizmi mumkinchilik qozonadi. Deyilishi mumkin. Tibetning besib olingan zamin ekanligini e'tirof qildigan davlatlar hali ko'p. Foydasi nima bo'ldi? Bunda so'rash xuddi qo'yga yemni berib quyruqini tutib baqqandek bir ish. Devletlerin vatanimizni besib olingan zamin deb e'tirof qilishi ularning ozodlik hareketlerimizga yordam berishini qonuniy asosga ega qiladi. Xitoyning ichki ishiga aralashganlik Xitoyga qarshi muxolif kuchlarni kuchkirtganlik hisoblanmaydi. Bu bizning siyosiy davomizdagi nihoyat cho'ng bir utuq hisoblanadi. Bugunlik foydasi bo'lmasa-mu, dunyo sahnasida mushundoq to'nilish Xitoyning abadiy o'zini qilib olish qariniyat uchun xirs olib keladi. Xitoyni bir istilochi davlat salohiyati bilan tanitadi. Bu holda balkim Xitoylarni xalqaro sudda jazolatish orzuyimiz zo'r muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin. İslami imaret deb sifatlab og'zimizni tatliq qiladigan Taliban hukumati oldingi qitimliq hokimiyat davridan tortib Xitoylar bilan do'stlik munosabati deydi. Buni isbotlar bilan mavjud. Bugungi yangi Taliban hukumati o'xshash siyosatni davom qilmoqda. Men Talibanlarning Uyg'urlar uchun qilini qimildatmaydiganligini degandim. Buni konsiri rad qilinmas darajada isbotga erishyapti. Bu meseledeki taraftarlığımızda aql almas derecede qo'sh o'lcham qo'llanayotganligimiz bilinadi. Ko'nalar hisoblasan, qilni qirqqa bo'l, beg'ishlasan, qing'ir bo'lmag'in deydi-ku. Ya biz adolatparvar bo'layli-da,
Hatto bizga yordam beradiganlarni sufti qarab qabul qilaylik yoki rad qilaylik. Bir zolim davlat bizga yordam bermoqchi bo'lsa-mu, adolatparvarligimiz tufaylidan yordamni rad qilaylik. Zolimdan yordam qabul qilmaymiz deb. Yoki bizmi dunyoda iqishda bo'lgan munosabat formasiga qo'shilib, kimdan manfaat kelsa shuningga sig'inaylik. Shaxslar bo'yicha taraf bayon qilib, butun millatning ikki safga bo'linishidek ahvolmi boshqa millatlarda bu darajada umumiy bo'lmasi kerak. Ya'ni islom elleridagi 1 milliard nüfus Uyg'urlar uchun talash tortishga tushib, ikki guruhga bo'linib ketganligini uqilmadi. Agar uqqanlar bo'lsa, bir to'g'ri yo'llab qo'yinglar, biz ko'rib qolaylik. Qudratli bahonalarimizdan biri shuki, hukumat boshqa, xalq boshqa. Bu to'g'ri. Lekin buningdimi qo'sh o'lcham bo'lmasa ekan, obdan bo'ladi. Endi bu boshqa bo'lgan ikki omilga kelaylik. Xalq hamon bek yaxshi bo'ldi. Hatto biz bir oyoq bilan qara deb arib etgan tarafning xalqlari ichidami yaxshilarini ko'ramiz. Xalqning yaxshiligidan davlatga foyda kelmaydi. Ya'ni xalq har qancha yordamsevar bo'lgandimi, adolatli bo'lgandimi, shaxslar holatida shaxslarga yordam bera olishi mumkin. Masalan, yalang'ochligingizni ko'rsa, biror nimkash chopinni beray. Ochligingizni ko'rsa, biror burda non beray. Ammo mustaqillik, davlat qurilishi degandek ishlarga yordam qilolmaydi. Shaxsning kuchi chekli bo'ladi. Maliyasimi bekcheklik. Şuna siyasi istiqbal meselesinde xalqlarning qanchalik yaxshiligi hech qanday rol o'ynay olmaydi. Yoki yo'q hisobda roli bo'ladi. Agar roli bo'ladi deyilsa, demokratik tuzumlarda roli bo'ladi. Ya'ni u xalq hukumatga besim qila oladi. Nayt afsuski, musulmon elleridagi hakimiyetlerinin hemmisi mustabid bo'lg'achqa, xalqlar nayt yaxshi bo'lgan taqdirdimi, u yomon hukumatga besim shiltanmaydi, og'zidan g'am qilolmaydi. U holda yanada hakimiyetning tutumi belgiliguchidir. Bunu bilishimiz kerak. Bunga misol keltirib o'tirishning hojati yo'q darajada uchiq bo'lsa-mu, yanada shu ikki misolni keltirib qo'yay. Dunyoda 21 arab davlati bor. Falastinni qo'shganda 22. Uning ustiga Betboy, Yaman degandek urush tinjimayotgan bir nechisini hisobga olmaganda hammasi neft ishlab chiqaruvchi davlatlar bo'lishligi bilan Betboy. Hatta shaxslar, arablar boyligidan musulmonlik sifatlariga xilof keladigan ba'zi chekdan oshgan qiliqlarni qilib turadigan darajada. Oshqin darajada. Shuningga qaramay, Falastin xalqi ne holda? Bu davlatlarning hammasi yordam bersa, Falastin boylikqa ko'milib qolgan bo'ladi. Hem dindosh, hem tildosh. Millatimi bir, dinimi bir. Buni hammamiz tasavvur qila olamiz. Lekin yaxshi bo'lgan xalqning hisoblashlik emas, hukumatning tutumi belgiliguchi bo'lg'achqa ahvol o'tirdi. Arab davlatlarining tutumi qanday? Iordaniya bilan Misr. Nima deb qaqshayotidu? Bu tarafga sürme, Falastinlikni bizning tarafimizga sürme kirgizmaymiz. O'sha yerda o'lsin, biz kirgizmaymiz deydi. O'zining millatdoshlarini. Yana Turkiyada Sharqi Turkistonliklar alayda e'tiborli deb qaraymiz. Turkiyalik qarindoshlarning eng oz degandimi 85% bizni yaxshi ko'radi. Shunday turib, Türkiye hükümetinin izchil tutumi mustaqillik hareketimizni qo'llamaslik bo'lib keldi. Xalqaro sahnalarda tarafimizni almaslikmi izchil prinsip bo'lishini davom qilmoqda. Shuni bundaq tarafdorliklarda hukumatlarning tutumi belgiliguchi bo'lishini davom qiladi. Xalqning obdalligi, yisodoshlik va xususiy yordamdan nariga bormaydi, borolmaydi.
Bu yerde şunu kıstırıp ütüp gitey. Torlarda Erdoğan bir günün içinde 2 qitim Uygur'unu tilga aldı degan tantanlar gördük. Bu acayip gap. Türkiye'de yaşaydigan qarindoshlarning Türkiye advokatlık için büyük bir desmaye. Lekin şunu so'rash aqlimizga nemish kelmadi. Erdoğan bir günde 2 qitim Uygur'unu tilga almayli qo'ysin da necha yilda 1 qitim bo'ladigan Birleşmiş Milletler'deki ovoz berishda bir qitim Uygurlar tarafda turib qo'ysa bo'lmabdi. Siyasi qo'ymachilik. Yani şu mu bu? Türkiye'nin Xitay münasebetinde Xitayga taraftar buluşlara karşı çıksınız, sizni Türk düşmanı deb ilan qiladigan ishni mu bayqadik. Yani Salih Hudayar'ның Türk hükümetiga qartilgan bazı chaqiriqlari, og'irnish mazmunidagi bayonlariga bazı Türk matbuotlari ana shunda qalpoqni taqdim qilganligini ko'rdim. Türk düşmanı. Biz öz menfaatimiz için söz hareketli bolsak, Türk düşmanı olur ekanmiz yo, Türkiye siyaseti Xitayga çapançılık qilishni asas qilgan bolsa, Türk dostluq ulamdiganda qiziq bir mantiqa. Endi bu qitimqi Hamas-İsrail urushining oqibatlariga kelsak, yana bir qitim Xitoyning hushiga olti tushdi. Amerika'nın iqtisadi gücü yanımı acizlaştı. Çünkü Ukrayna urushining beqimi ve İsrail'e yardım tufayli Amerika qansırsa, Xitoyga qarshi meydan boş qoladi. Yana bir tarafi ma'naviy taraf bo'lib, Amerika bu qatim İsrail'e yordamda bo'lish bilan birga bayonotlari, uchiq niyat ifodalari bilan o'zining demokratiyaning homiysi, kishilik huquqning qo'g'dug'chisi qatorliq chumpardilarni yutib tashladi va zo'r darajada nupuzini tushirishga yaradi. Hech bo'lmaganda 3-Dünya ellerida nupuzini tushirishga yaradi bu ish. Amerika nupuzining ziyadalanishi Xitoyning tilini uzartishga, Xitoyning obrazini yuqori ko'tarishga yaraydi. Chunki Xitoylarning asli niyati oshkorlanmagan muddatda Xitoylar bir yordamchi. 3-Dünya ellerining mashayihi bo'lib ko'rinmoqda. Ma'naviy jihatdagi bu musobaqada Amerika nupuzining tuvallishi muqarrar turda Xitoy nupuzining o'sishiga sabab bo'ladi. Mushu yusun ketiverse, ilgari bir qitim deganimdek, Amerikaning Tayvanga homiylik qilgudek holi qilmaydi. Bu jarayonda Xitoylar uchoq gemisini 5 ga yetkazib olsa, Amerikaning g'arbiy Tinch okeandagi tashabbuskorlik o'rni qo'ldan ketadi. Neticede Xitoylar Tayvanga urushsizli ega bo'ladi. Bizning mustaqillik orzuyimiz nuqtasidan olganda, bizga mo'lcharliksiz ziyonlik bo'ldi. İnsanlarning munosabati aslida davlatlar munosabatining kichikiltirilgan shaklidir. Bir odamga baho berishda ko'p hollarda aralashgan odamlarga qarab baho berildi. Masalan, mahallamizdagi Matxonaxonning o'g'li Baymirzo o'zi obdan bola bo'lsa-mu, bir kunlarda qaraymizki, Qimovoz Heytekning oqchi o'g'li Samat bilan birga ketayotgan bo'lsa, nima deb baho beramiz? Cho'qimki, bu Baymirzoning xili tuzuk bola deb tikamiz. Heytekning Samat o'lishundan qaraganda bu oqchi kamda nima? Odatdagi xalqchil baho yoki dehqonchi baho. Ko'zchan mush usunda bo'ladi. Nupuzi tushgan bir cho'ng davlatning bizga yaqinligimi nurg'un davlatlarda gumon tug'dirmay qolmaydi. Mana bu jihatdan bu qitimki bu to'qinish har jihatdan ziyonli oqibatlarga homildirdir. Endi g'azilliklarning oqibati nima bo'ladi? Ular bundaq bir urush qo'zg'ashning oqibatini hisoblay-olmaganmidi? Hatto bizning ba'zi kuyimchan kishilarimiz shundaqmi deyishdi. Hamasning bundaq chaklanishgan qilmishi G'azzadagi avom xalqning beshiga chiqadigan bo'ldi. Yo, kashki mening beshimga chiqadigan shundaqroq bir ish bo'lgan bo'lsa-edi, mayli deydim. Shunchalik bir ishni planlayotgan Hamas oqibatni hisoblamay qolamdi. O'limlarni, vayronchiliklarni hisoblay olmishi mumkinmi? Tamamen ishonishga bo'ladiki, buni mo'lcharlab qilinayotgan ish. Ya'ni yetib o'lgicha etib o'l. Turidagi bir tanlash. Agar bizning mushundaq bir tanlashimiz bo'lgan bo'lsa, biz yetib o'lishni tanlamdik. Men hargizmi yetib o'lishni tanlamaydim. Bu haqda bir atalmış ziyolining yo'llanmasiga ko'zim tushib qoldi.
vatanini bilmaydigan, Xitoy qo'ygan la'natlik ism bilan ataydigan bu ablahningsi bo'lganda, agar Uyg'urlarmi Hamasdaqliqni qilib, Xitoy qo'ygan ism Şiydeki Uyg'urlarning behuda qirg'in bo'lishiga sabab bo'lsa, ularni terrorchi deb la'natleydiganligini debdi. Bu aqlga poq yegan ablaqqa hayron qoldim. Qiziqi uning o'zidek ilmga huddigar qo'llag'uvchilarning bo'lishi. Uning vatanining ismini bilmay Xitoycha atag'ini bir la'natgarlik bo'lsa, hozir Xitoylar go'yo beshimizni silab qo'yayotgan, qatlam qilmayotgandek, qachonki Uyg'urlar Xitoyga qarshi harakat qilsa, undan qatlamga sabab bo'lganligini eskartishimi ajoyibli gap bo'lgan. Ya mushunda ablahlarni qanday bo'y topgandi degideklar. Xitoy mushundaq ablahlarga qanday bir turlik dori yegizib yetadigandir degideklar. Malcolm X'ning tarjimonini o'qiganimda uning shundaq bir gapi diqqatimni tortgan. Kichik vaqtimda kutgunimga erishmaguncha yig'lab etdim. Shuni bilib olgandimki, bir narsaga erishmoqchi bo'lsang, ovoz chiqarishing kerak. Ba'zi yaxshi ko'ngilli qarindoshlar shundaq deydi. Biz nima uchun g'arbdan yordam kutyapmiz? Allohdan yordam kutsak bo'lmadimi? G'arb zolimlarga intiyoq bo'ladigan g'arb shugo. Zalimlardan yordam kutish qanday to'g'ri bo'lsin. Bunda qilsak Allohning g'azabi kelmamdi. Bizning vaziyatimiz xuddi tik qiyolik tog'ning qat belida daraxt yiltiziga esilib qolgan kishiga o'xshaydi. Ustiga chiqishimiz mumkin emas. Esilgan yiltiz ustiga emas, qiyo yuziga bek sidan bo'lg'achqa bu yiltiz üstügiçe apamaydı biz onu esilsak mı? Bu oturdu bir yerden çıkan yıldız bu. Endi onun üstüge kıyanın yüzü beksiydan. Ne pıtını koygudek, ne esilgudek, godudon yok. Yıldız üzülüp kesse, ya ki kolumuz telip sırılıp kesse, yüzlerce metre çonkurgu düşüp gitimiz. Şunisi enik ki, öz gücümüz bilen kurtuluş ihtimalimiz yok. Bizni kutayotgani muqarrar o'lim. Mana shu chaqda yuqoridan kimdir bir og'amchi sangilatgan bo'lsa, biz qanday qilamiz? Uning odil yoki zolimligini surishti qilamizmi? Yoki nim bo'lsin deb og'amchiga esidimizmi? Yoki men bendidan yordam tilamasligim kerak. Allohdan yordam tilashim kerak deb turaveramiz. Eğer Allah yardım qilmoqchi bo'lgan taqdirdimi, osmondan bir og'amchi sangilatmaydiganligini hammamiz obdan bilamiz. Chunki bir bandaning diliga selish orqali uni yordamga avatadi. Allohning usuli. Hatta bir zolimni, bir fosiqni avatishi mumkin. Chunki Alloh qilaman deganini qila oladi. Yardım verişini irade kılsa, onu zalimnin kulu bilenmi, fasıkның kulu bilenmi kılalaydı. Allah'ın toğırdan toğıra, vasıtsız yardım vermeydiğallığı, şu dünyanın kanuniyetleri, insanlar düşüneleydiğen şekilde yardım verdiğallıqını mı, hemmeyle kıyas kılalaymayız. Çünkü toğırdan toğıra yardım möcüzüdür. Şundaqla imtihan dünyası bo'lgan, sualning maxfiy tashkarilanib ketsa, imtihonning ahmiyati qolmaydi. Uning uchun bu yordam mushu dunyoning qonuniyatlariga uyg'un holda bo'ladi. Aslanlar Rasululloh Hira g'origa yoshirinib olganda o'zining habibiga, o'zining elchisiga bevosita yordam qilib, uni qo'g'lab chiqqan mushriklarni bo'rli supurib o'ltirib o'tganish yo'q. Qonuniyatlarga mushu dunyoda insonlar qabul qila oladigan shaklda yordam qildi, bir o'mchikka buyruq qildi. G'arning oldiga tor to'qi. O'mchik to'rin to'qidi. Mushrikni ko'rdiki,
G'arning og'zida tog' bor. Agar uning ichida odam bo'lsa, bu tog' buziladi. Demak, odam yo'q. Ketdi. Mana bu Allohning yordam berishdagi ustunligi. Şunu bunu qandaqdır Allah'ın yardım tilisek, onundan tilimisak olmamdı. Bu bir balalık qarindoshlar bu. Kim biladi şunu qilayotganini? Allah'ın buyrug'i bilan bo'layotgandi. G'arbdan yordam kutish deb bir qutubga muqimda bo'lishmi bek g'alati. Biz şu haldeymizki, her kimden, her narsadan, her şeyden yardım kutamiz. Bugün G'arbdan yordam berish ehtimoli yaqinroq bo'lganligi uchunlar go'yo G'arbdan yordam tamoq qilayotgandek tuyulyotdi. Yana shuni esimizda tutaylikki, biz tarafimizni yordam berishidan tamoq qilib belgileyolmaymiz. Yordam berdi deb uni taraf bo'lmaymiz. Yordam berishi notayin bo'lgan kuchlarning ziyonkashligidan saqlanish uchunmi taraf bo'lishga to'g'ri keladi. Kuchlik taraflar bo'lsa u kuchlik taraf bizga yordam bermaydi baribir deb uning qarshisidan chiqolmaymiz ba'zi chog'da. Yordam bermaydiganligi aniq bo'lgan taqdirdami, uning yana ziyonkashlik qilish ehtimoli bor emasmi? Uningdan saqlanish uchunmi taraf tutishga to'g'ri kelib qoladi. Yordam bermagan kuchlik yanada kuchlikdir, yanada ayminishga ehtiyot qilishga tegishlidir. Chunki u yordam qilmaslik bilan o'ltamaydi, ziyonkashlik qiladi. Neden bilamiz? Shuni taraf tutish ba'zida ziyonkashlikdan saqlanish uchunmi bo'ladi va shunda bo'lishi kerak. Qarindoshlar, biraz taqdim bağdım bo'lib qolgan bo'lsa, afu qilinglar. Mushu davlatlar munosabatidagi taraf tutishlar. Shundaqla taraf tutishning ma'naviy asoslari, moddiy asoslari, sabablari mushundaqroq. Bu pek mükemmel bir kalp emas. Mükemmellik Allah tava iş. Ben de olu süptüde aşındarak bir dairsiz tuttuk. Hemmenlağı rahmet. Allah hemmenlağını aman kılsın. Keyinki qatımda inşallah bir az kallasaya gitiş, siyasi bilen bek tarihdek tatılıp ketken nervlarimizni biraz boşaştırış için temini özgertişimiz mümkün. Edebiyat hakkında bir söhbet qilish ihtimalimiz büyük.